Bir holat bo'layapti. Bir qizning uyiga bir yigitdan sovchi boryapti. Hali u javobini olmasdan ikkinchi yigitdan ham sovchi boryapti. Eng qizig'i, ikkinchi sovchi qo'ygan yigit ikkalasi bir-birini taniydi. Qizni ustiga talash bo'layapti. Birinchi yigitga hali javobini bergani yo'q. Ozgina surishtiruv bo'layapti. Qiz tomon ikkalasini ham ushlab turibdi. Ikkinchi qo'ygan yigit boy badavlat, to'qroq, birinchisi oddiyroq bo'lgani uchun ikkinchisiga berib yuboryapti. Shu gurung mashinani ichida bo'layapti. To'g'rimi shu deb so'rab qoldi bir-biridan. Men bu haqida ilmga ega emasman, bilmayman dedim. Mumkin emasligidan ham bilmayman dedim. Ana shuni hozir men javobini topdim. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shayximizni kitoblari Baxtli oila degan kitobda mana o'qib beraman sizlarga. Birov sovchi qo'yib turgan joyiga uning ustidan sovchi qo'yish haromdir. Faqat birinchi sovchi qo'ygan odam kelisha olmay, sovchilikni tark qilgandan so'ng yoki uning o'zidan izn olgandan keyingina sovchi qo'yish mumkin deyapti. Ikkinchi sovchi qo'yib ishni bitirgan odam harom ish qilibdi degan ma'no kelib chiqyapti, do'stlarim. Men diniy ilm bo'yicha hech kim bilan tortishmoqchi emasman, lekin biz musulmonmiz, to'g'rimi? Buni o'qishimiz kerak, bilishimiz kerak. Mana hozir o'qib bildim bu narsani. Endi bildim. Holat bo'yicha to'g'rimi, noto'g'ri ekanligini mana o'zlaringiz hal qilasizlar endi. Shuning uchun ilm olishda to'xtamang.